Farzandingiz tez-tez shamollaydimi yoki farzandingizda doimiy yo'tal, bronxit, pnevmoniya kabi kasallanish holatlari tez-tez uchrab turadimi? Shoshilmang. Bu faqatgina oddiy shamollash emas, tug'ma yurak nuqsonlarining asorati bo'lishi mumkin. Nima uchun tug'ma yurak nuqsonlarida bolalarda tez-tez shamollash holatlari kuzatiladi? Tug'ma yurak nuqsonlarining kichik qon aylanish doirasida haddan tashqari ko'p qon oqimi kelishi bilan kechuvchi turlarida o'pka to'qimalariga haddan tashqari ko'p qon oqimi boradi. Bu turdagi tug'ma yurak nuqsoni bilan og'rigan bolalarda yiliga 3-4 martadan ko'p pnevmoniya, bronxit kabi kasalliklar bilan kasallanish kuzatiladi. Bolada vazn yig'ishdan orqada qolish, tez charchash, hansirash holatlari kuzatilishi mumkin. Agar farzandingizda yuqorida sanab o'tilgan belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, darhol bolalar kardiologi nazoratidan o'tish va ekokardiografiya tekshiruvini o'tkazish tavsiya qilinadi. Unutmang, vaqtida aniqlangan kasallik muvaffaqiyatli davolash kalitidir.